Ayni vaqtda Andijon viloyati hokimligida madaniyat vaziri, viloyat rahbari va Turkiston rahbarlari ishtirokida ijodiy uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Unda 2026-yilda rejalashtirilayotgan xalqaro va respublika miqyosidagi madaniy tadbirlar muhokama qilinmoqda. Uchrashuvda 2026-yilda Andijon shahrida Turkiy dunyoning madaniyat poytaxti maqomi doirasida o'tkaziladigan tadbirlar ko'rib chiqildi. Kelishuvga ko'ra, yil davomida viloyatda xalqaro festivallar, ilmiy anjumanlar hamda madaniyat kunlari tashkil etiladi. Bu o'z o'rnida milliy san'atni targ'ib qilish va hududning sayyohlik salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Bu yilda 2026 yılı Türk dünyasında köptegan faaliyetlerimiz, köptegan projektlerimiz şu bu Andijonda o'tadi. Bu yerga shu biz bir 2000'den aşık sanatçılarni keltiramiz. Şu Andijonda biz dunyoga tanıtmamız kerak. Yana bir Türk dünyasında emas, Avrupa ülkelerinde de bu çıkış ülkelerinde de şu Andijondan madaniyatını tanıştırmamız kerak. Şurada biz bir yangi bir proyektimiz oltamiz. Bu Bobur denizi bilan degan. Bobur atamızın şu Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan'dagi izleri boyunca şularda çok ilmi, humanitarlık, madani formlarda ötkürüyoruz. Ancak bu yıl şu Türk madaniyatının paytaxtı olup da ben tirenişinim. O'ylaymanki, mana shu ikkita katta anjuman, ya'ni yil mobaynida Turkiy dunyo poytaxti deb e'lon qilinganligi va qator bu yerda xalqaro darajadagi tadbirlarni o'tishi va shu bilan birga maqom anjumanini Andijonda bo'lib o'tishi juda ham ikkita olamshumul Andijon uchun haqiqiy ma'noda, ya'ni butun dunyoni nigohini yil mobaynida Andijonga qaratish mumkin. Ko'ryapsizlar, ishimiz ko'lami juda ham katta. Bu yana ikkinchi jihati, sal odam xavotirli jihati shuki, Andijon birinchi marta bunaqa katta xalqaro darajadagi tadbirlarga yeng shimaryapti. Shu ma'noda ko'nglimiz to'q, sababi Andijon hokimiyatini faoliyatidan ko'nglimiz juda ham to'q. Lekin shunga qaramasdan baribir tashvishimiz ham bor. Andijon uchun bir baraka yil, madaniyat yili bo'lyapti desam ham to'g'ri bo'ladi, sababiki hurmatli prezidentimiz alohida topshiriqlari bilan, qarorlari bilan yuqorida aytgan maqomchilar festivali ham bir Andijonda bo'lishi hisob-kitob qilyapti. Qolaversa, hurmatli prezidentimiz alohida sovrin uchun bu ham yangi qaror qabul qilindi. Andijonda rassomchilar festivalini o'tkazish masalasi. Bu ham yangilik. Bu ham Andijonda endi birinchi boshlayapmiz. Bu har yili davom etadigan an'ana bo'lyapti. Bu ham rassomchilar ham aytganday o'zbek madaniyatini, o'zbek tarixini yoritib beradigan festival bo'ladi deb xizmat qiladi deb o'ylayman. Uchrashuv davomida madaniyat vaziri, Andijon viloyat hokimi va Turksoy bosh kotibi ajdodlarimizning boy ma'naviy merosiga alohida e'tibor qaratdi. Shu kunlarda yurtimizda tavallud sanalari keng nishonlanayotgan Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur g'azallari asosida maxsus challenjni boshlab berdi. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Xatting aro uzoring, sabza ichinda lola. Ul chashmi pur xumoring, lola dag'i g'azzola. Qara ko'zim keli mardumlik emdi fan qilg'il. Ko'zim qarasi da mardum gibi vatan qilg'il. Bugungi kunda Andijon viloyatida jami 29 ta bolalar musiqa va san'at maktabi faoliyat yuritadi. Shulardan biri 12-bolalar musiqa va san'at maktabi. 150 o'rinli ushbu muassasada raqs, fortepiano va xalq cholg'ulari yo'nalishlarida mashg'ulotlar olib boriladi. 12-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining 6 yoshli o'quvchisi ham bor, Muhammad Ali bugun bizga Omonyor kuyini chalib beradi. Navbatdagi manzil Turkiston madaniyat markazi. Bu yerda vazir va yoshlar uchrashuvi o'tkazmoqda. Unda 200 ga yaqin yoshlar bilan samimiy va ochiq muloqot qilinib, muammo va takliflari tinglanmoqda. Vazir va yoshlar uchrashuvida yoshlar bilan ochiq muloqot qilinib, ularning taklif va muammolari tinglandi. Ma'lumot o'rnida bugungi kunda respublika bo'ylab 837 ta madaniyat markazlari faoliyat yuritib, shundan 71 tasi Andijon viloyatida joylashgan.
Andijonda o'tkazilgan mazkur tadbirlar hududda madaniyat va san'atni rivojlantirish, yoshlarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda ijtimoiy masalalarga e'tiborni kuchaytirishga xizmat qilishi shubhasiz. Xususan, 2026-yil Turkiy dunyoning madaniyat poytaxti maqomi doirasida belgilangan rejalar Andijonning boy madaniy merosi va ulkan salohiyatini xalqaro maydonda keng namoyish etishga yangi imkoniyatlar ochadi. Zokir Mo'minov, Nig'mat Mirzayev bugun dastur uchun.